Mahsulotni olganlaringdan keyin orqasida qo'llanmasi degan joyi bor. O'zbekchada yoki boshqa tilda bo'ladi. Qanaqa mahsulot olishlaringdan tashqari hammasini qo'llanmasini o'qib chiqib, keyin foydalaninglar. O'shanda mahsulotga yoki o'zlaringga zarar tushmaydi yoki qimmat summaga tushmaysizlar. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, shetdagi barcha spreylarni nimaga ishlatilishini hozir tushuntirib o'taman. Tornado kazan, qozon, skоворodka shunga o'xshagan narsalarni oqartirish uchun effekti вообще zo'r narsa. Antijir tornado, gaz plita, vitichka, любой antijirlarni oladi, yog'ladi. Vitichka mahsulotimiz to'lib qolgan vitichkani o'sha filtrlar bo'ladi, o'shalarni tozalash uchun maxsus chiqarilgan. Xo'p, unitaz, vanna, rakvina, kafellarni oqartirish uchun, zangini olish uchun, toshga o'xshagan dog'larni olish uchun antirejashina mahsulotimiz bor. Kovrig mahsulotimiz bor, sprey, miyahki, gilom, materialli narsalardan dog'larni olish uchun effekti вообще bomba mahsulot. Xo'p, vanna, stiker bular hamma biladi. Yana krasovka uchun spreylarimiz ham shunaqa 650 mg dagi sifatlari zo'r chiqqan. Asosan oq krasovkalarni oqartirish uchun, rangli krasovkalarga blesk berish uchun, kirlarni olish uchun. Yana antinalert mahsulotimiz bor. Buni ham ko'pchilik bilmaydi. Biz asosan semisitel grantlarda dog'ini olish uchun dog'siz tozalaydigan mahsulotimiz. Semisitelga bunaqa rjavchina yoki boshqa azilit mahsulotlarni ishlatsalaring, bleskini o'chirib qo'yadi. Antinalert ishlatadigan bo'lsalaring, dog'larni zo'r qilib tozalab beradi. Shunga o'xshagan foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, Faza Parfumga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga foydali ma'lumotlarni yetkazib boramiz.